bordi aka, rahmat. Voy, bermadi. Bugun juma karu anaqa Amir aka bitta 5000 dollar bering. Keyingi jumagacha so'ramayman. Karol aka, bitta ber. Kecha bitta ber, пожалуйста, voy, bermadi. 56, 58 shunaqa, unaqa katta. Begoda sevgi bormi o'zi? Bilmadim. Qanaqa kiyim dastinglar? Ha, ana ulardan Pokizaxonga o'xshab oppoqqinada, a? Jamshid aka? Bormi hali Pokiza? Uydamsiz deydilar. Yo'q, ko'chadaman. Yuribman, hozir magazin aylanyapman. Bilmayman nima olishni. Kayfiga chiqdim o'zi. Bo'pti, siz behurmat Topchika profil deyapsiz-ku. O'shanga aytdim. Men sizni meni behurmat qildingiz demadim. Bugun boraman Buxoroga sizni qidirib deydilar, bemalol. Topilsangiz qaddingiz uring. Hormen Toshkentdan assalomu alaykum, assalom bor bo'ling. To'g'ri qilasiz, devlik itaring. Kattalarni itaring. Yo'q, kattasi kichkinasi farqi yo'q, aytdim-ku. Endi hurmat qilsa, например, birinchi level bo'lsa ham shunaqa bolalar keladi, shunaqa insonlar keladiki, judayam bir muomalasi chiroyli-da. Na samom деле gaplashgan sari gaplashib ketaverasan-da. Mana Druziyamdagi, например, mana Turobjonlar yoki boshqalar, ular ham bunaqa srazi donator profilda emas, ular shu biyoga shunday kirgandan kelishgan. Keyinchalik o'tib ketgan u bolalar ham shunaqa. Hozir qanaqa qadrdon biza. Chunki muomalasi zo'r, odam hurmat qilishi zo'r. Sevgi o'zi bir eshik, videoshiylar ochadi. Ba'zi bir videoshiylar bor, plan to'ldirib qochadi deydilar. Bo'lishi mumkin. Lekin meni planim, Xudoga shukr, sevgi orqali emas, farishta deydilar. Ibiham farishta edim. Esimdan chiqib ketdi. Qani farishta? Jamshid aka, lechkangizga yozsam, belim bo'lib qolsin, javob deydilar. Orqada bo'lib qolsin deydilar. Begoda sevgi yo'q. Bilmayman nima bor. Endi sizlar qilib ko'rgansizlar, sizlar bilasizlar. Assalomu alaykum, alaykum assalom. O'zga kuyov bola kerak emasmi deydilar. Meni uyimgami kuyov bola? Здрасте, приехали. Yana BMW-ga nechi? A? BMW-ga nechi? Uyingizga kuyov bola kerak emas. Menga hech nima kerak emas. Sizgachi? Sizga kuyov bola kerak emasmi uyingizga? Bahoda sizga kuyov bola kerak. Bo'pti, gaplashaylik ozgina bo'lmasa, xo'p, to'xtab turing. Levla kattalar o'zcha osmonda. Ba'zisi. Hoppa, Men shuncha yozib qaramaysizmi? Bo'pti, mayli, endi u gapirib qo'yib, bilmasdan gapirib olibman. Topishgani ko'p gapirib olibman. Endi gapirmayman deydi. Onajonimga deb qo'ydim. Deydilar. Ha, endi onajonimga kuyov kerak emasmi? Vaqti kerak emas. Ha, sizga ana qilmoqchi bo'layotganda. Podkat qilmoqchi bo'layotgan. O'zi boshidan tushundim men nima deyotgan. Ha, qo'shimda bitta qo'ying. Ha, qo'qtiradigan gap ayting, qo'qamiz. Nima u? Ketishga ruxsat eting, o'rtoq leytenant. Paka. Ozodlik. Haliga Yulduz Abdullayevani ashirsa bo'ldi. Qarab qo'ying bizga leytenant dedi. Zor intizor bizga leytenant. Bir qarab o'ting bizga leytenant. Meni o'ldirmoqchimisiz? Nimadan o'ttirmoqchimanmi? O'ldirmoqchimisiz deyapti. Quloqingga soling hozir. Ana.
yana bo'lmasa. Yo'q, eshitdilar. Nima dedi? Inson. Nimalar devoryapti bu? Qulog'ingga solay devoryapti. Ana bo'lmasam, qanaqa gaplar? O'xsharim. Uyaltirib yubordi. Men Aka, nima so'ramaganman dedilar. nima deganim, nima dedim? Juda yaxshi, chiroyli ismingiz bor. Ya endi bu hozir anaqaga bo'lib eshitmay qoldi-da. Asta aka, asta gapiring, men ham gapiray efirimda, maylimi? Iltimos sizdan. Odamlar yozishyapti. Xo'p. Xudoyim. Nafas oling asta-asta. 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 Nafas olamiz. Tövbe estağfurullah. Papiska qo'shing deydilar. Siz bor, rahmat, o'zingizchi. Siz kim edingiz? Qop-qora. Что-то sizni tanimadim. Papiska qo'shing. Дюшес, ассаламу алейкум. Как вы? Добро пожаловать. Тоба. Тug'yapti. Рожает, скорее всего. Вздох, этот выдох, вздох, выдох. Тушься, deydi-ku. Hokim bo'lgan. Shunaqami? Efirda bir 2 soat lishni yotgan bo'lsangiz agar o'zini. Mani erim deb hisoblaganda siz endi Bilolbek. Yoki boshqa hunarlaringiz ko'rsatgan bo'lsa, bo'lishingiz ham mumkin. Labay. Ha. Eshitibman sizni. Чуть, пожалуйста. Я много не прошу, чуть-чуть. Вот обращаю внимание. Hamma e'tiborim sizda gapiring. Hammasi kerak emas, hammasini men o'zim aytaman. Keyin. Hammasini unutmang, chat o'qib javob berishim kerak. Вот теперь что они еще говорят. Да, не говорите, блин. Efir bugun. Efir avjidagi bugun 5 odam bo'lib ketyapti-ki. Xudoga shukr. Davay chiqib magazinga ana shu vaqtlar bo'ladi-ki, ofislarga, ishxonalarga kirasiz, bunda turadi mitti-mittigina. Ha, unchikina. Sasalka nima deydi shuni? Sasulka. Sasalka. No. Shuni olib keling, 1 kilo olib keling-da, achchiqqina nima balkondagilarga choy qo'ying. Ha, keyinchi yana nima qilay? Nima mehmon qabul qilib olasiz-da endi, shuncha mehmon. Tarbiyaga ta'sir qilyapti deydilar. Biron nima qiling deganim yo'q. Все внимание от ноза уже будет нагрузкой. Ko'tara olasizmi nagruzkani? Mana aytishyapti. Lebboy bitta nagruzkani ko'taraman. Ishyoqnak подниму. Ana. Ibn, siz qayerdan paydo bo'lib qoldingiz, Dilmurod aka? Tushunmadimmi? Ko'taraman bo'lmaydi sizni? Shu meni balkonimdami? Tushunmadimmi? Ikkinchi marta bunaqa bo'lyapti, nimaga? Shu meni blogimda вообще-то. Shunaqasi ham bo'ladimi? Это второй раз у меня так получается. Почему? Men u kishini bloklab qo'ydim, ochmadim. Ikkitagina podarka tashlaydilar, keyin meni xotinim bo'ling, erkatoyim bo'ling, bir narsam bo'ling, imo, ana nomer deb zaynab qiladilar odamni. Rustamboy, kuda ketyapsiz? Никуда, я просто стою. Yana shunday. Почему так, я что-то не могу понять. Balkonga qarang, qani Dilmurod degan bormi? Qo'lchalari bunaqa. Smaylikcha. Смотри, он у меня в лифте. Поднимай, не
Qo'lchalar qanaqa? Tepada. Qo'lchasi qanaqa? Tepada desam, siz ham. Dilmurod deb yozilgan. Даже остановиться опасным, получить подарки. Становиться опасным, получить подарки. А я таких людей быстро так удаляю. Очень даже резко. У меня все оперативно работает. Моментально. Dilmurod yo'q. Те, кто... Noz opa. Yo'qmi? Men sizga o'zi skrinshot qilay. Dilmurod babasi yo'q. Dilmurod baba hap etdi. Skrinshot qildim, men sizga yuboraman keyin qaraysiz. Xo'p opa. Mana nima deb yozyapti? Iroq. Bu iroqliklar normal odam emas. Bir narsa qilib o'tirishadi. Те, кто, например, мне подарки скидывают, да, например, бывало, что такое 1 штук алмаза, и все, резко в личке, привет, до свидания, и так далее, и так далее, и так далее, короче, понимаете? Я их сразу блокирую, и все. Я говорю, ассаламу алейкум, я Шамсыз, Бура, Бавария, ассаламу алейкум, привет, добро пожаловать. Как вы, салам алейкум, Талайман, Аббагой. Salomatlik tilayman. Sasamata yozibsiz aka, o'zim tillarim tanasirmay bo'lib ketdi. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Opa, вы еще тут будете? A? Opa, вы еще тут будете? Da, bemalol kirib, ishlaringizni bajarib, yuvinib, taranib, quritib, hamma joyga chiqing. Choping. Telefonim o'chadi, hozir uyga borib kelaman. Ha, u gapda davay, choping. Bugun piyatnitsa-yu, o'chadigan vaqt bo'lgan o'zi. Asalim deydi. Asalim deb xotiningga bir ikki marta aytsang, chiroq qilib bir marta beradi senga. Menga nima foydasi bu asalim deysan? Uzarlik deydi. Привет. Bijir bo'lib ketdingiz-u deydilar. Ba'zida. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hormang sening yaxshimisiz? Sog' salomat yuribsiz? Xudoga shukr, rahmat. Xush kelibsiz. Siz qandaysiz? Так. Assalomu alaykum. Qandaysiz, yodgor aka? Turkmaniston go'zali. Какой Turkmaniston go'zali? Я бухарская вообще-то, не туркменка, а турчанка. Chiqib qolsa bo'ldi-yu menga. Bijir qilsangiz bo'lyapti-yu, nima bizga bo'lmaydi. O'sha joyiga bijir qo'yib yuboraman, ha? Qanday? Men ovozimga bijir qo'yib turaman, yozib. Ha, bo'ldi. Cristiano Ronaldoga o'xsharkansiz dedilar. Поднимите. Yaxshiman, rahmat, sizchi? Men ham yaxshi, hozirdan beri kirganimdan beri yaxshi bo'lib qoldim. Ha, undan oldinchi qanaqa edi? Yomonladim. Undan oldin shu chotki edingiz. Yo'q. Nima gaplar? Qorlar yog'ib yotibdimi hali ham? Sizni ko'rdim-u, kayfiyatlarim uchib ketdi osmonlarga deydi. Qaytavering menga. Men tepaga qaraysiz, men tepada emasman, men yuqoridaman. Tepaga qaraydi, gapirsing. Xorazmskiy brat, men Buxorodanman. Sizni bildim, aytmasangiz ham bo'ladi, уже so'ramayman ham даже. Nerdanligingizni. Это Александр. Я умею читать. Я уже поняла. Ko'zlarini olib qochadi, patologga bir nimani chizib qo'ygan, ayni ko'p degan. Ахтамадизу, ты мне нравишься, я тоже себе нравлюсь. И что с этого?